Yana Paxtakor to'p bilan oldinga. Kim birinchi bo'ladi? Darvoza bo'sh. Darvoza bo'sh. Sergeyev. Qoyil Igor. Igor Sergeyev 15-gol. Mana bu yerda xato ketdi. Va to'pni oldinga kim yetkazib berdi? Ibragimov? Yo'q, bu boshqa o'yinchi. Shunaqa chiroyli pasni amalga oshirdi darvozabon Otabek. Qayerda yuribdi? Bo'sh qolgan darvozaga to'pni yo'naltirishda adashmadi. Otabek asabiylashgani ham unga baribir xalaqit qildi. 0-3. Igor Sergeyev 15-gol. Doriyevdan endi 2 golga o'tib ketyapti.